Шинжаң Шахла халқара сауда шеркет тааждарлыгыдагы Тоқтыма тоқти фильмini көрішіңланы қаршы алымыз. Шахла чаш тоқтыры yürüşlük mahsulatları ssenaristlik mas rejissördek tazgımı yaman maskelede. Bu filmni tövendeki orlama alaylı qoladı. Qutyar halqara sawda şirketi Qutyar yürüşlük içimlikleri. Ma film hepde birlik qism chiqdi. Chiqaverdigan bir Qutyarning zaylayipingiz emas bu. Ro'yab halqara sawda şirketi Ro'yab yürüşlük sog'lomlik mahsulotlari. Sog'lomligimiz eng muhim. Ro'yab hamro erdoyim. Hey, ma ilallah bilan ma filmni yerim tugab qoldi. To'xtama to'xti filmimizni To'xtama to'xti saloni. Ham biz bilan hamkorlashgan Suba saloni, Uyg'ur televizor salonini ko'rasizlar. Yana bizniki Baqjon saloni, Mayin Shamal saloni, Yumarja saloni, Muzikatlar saloni, Saxovatchi saloni, Xalqim 3 saloni, Aydara 13 saloni, ham Torzat saloni qatorliqlar ko'gildi. Undan boshqa yana kompyuter ko'rmoqchi bo'lsangiz, Kulkitori izja tort ko'ra olasiz. Rahmat. Hamda biz xabarsiz lekin bizning filmimizni tarqitib berayotgan Torbat salonlarga rahmat deymiz. Har qaysi Torbat va salonlarning filmni o'z oldiga tarqitishiga ruxsat qilamiz. Hammishga arishib boqamsan, hammish quyuq sap boqamsan sen. 15 sekundga qo'yildi. Mamada, qochmaga. Parvish Shahlo Chash doktorida. Ko'rkam chashlarni texmi asraydi. Mehrli qalblarni bir-biriga bog'lovchi Shahlo Chash doktori Chash attir javhari. Shahlo. Yaxshimizlar. Men yandim bayan. Shundoq bir hikoyalarning oxirlashi hamma narsaning oxirlashganligidan derak bermaydi. Ba'zi hikoyalarning oxirlashi yangi hikoyalarning boshlanishining muqaddimasidir. Nurg'unlagan hikoyalar bir ulug' temadan boshlanadi. U bo'lsa-mu muhabbat. Bu atrofimizda bordek, lekin shunchalik g'oyibona bir narsa. Hammamizni izlashga kuch kiritadi. Mana bu dal mushundoq hikoya. Mana bu bizning bosh personajimiz emas. Mana bu emas. Bizning bosh personajimiz mana bu yerda. Uning ismi To'xti. Kichigidan tartib ota-onasining gapidan chiqmaydigan yuvosh bola bo'lib, 29 yoshga kirgan bo'lsa-mu, oralab birlik etib muhabbatlashib boqqan. Tajribasiz yigit. Opsining kelar yiligacha o'ylanmasang bo'lmaydi degan buyrug'i ostida atrofidagilarning to'xtamay o'rlashtirgan uchirishlar bilan oltirashlab yurdi. Lekin bu uchirishlarning natijasiga kelsak, bizlar ko'ringlar. Ayning tomoq yesak bilan. To'xti. Uch. To'xti. Shunda qilma o. To'xti emasga qotma. Qonma o. Yiner o. Bu sözlerimge işen Kılmaz beni hiç kimle santan bir sana köyüp çindili söyüp Bilmedim sebebi bilmedim ben Utanmedim könlümü utanmedim ben Halim könlüm utanmedim Sade? Ma kız mı? Kit kaldı. Kitidu şu elim vuruk koymaptı ne? Oy ben iştim kıymadım. Şu paranı şu atkanı yamallaptı. Ketті ғой? İştim kıymaysa, iştim kıymaysa. Muşum ket güzel olsa. Sen kaçan geldin bu yerге? Yani mening satlaşkanımni kögül kepse, ha? Ne diyen gepe o satlaşkanım kögül kepse de. Ha? Kögül keldi. Ya To'xti. Ağamaldek sıkıldınız bana, bildim ben sen müştak kılgan kılgana.
Hey, kakımamsa? Hey, miyagile miyage. Ammanlar kapsılar o. Hey. Bu yeni meni ağzını kancık vaqt kaçırıp koyup da doğru tikipsizlar, ha? Aşağı qildinglar mı? Nimsachilikka boya haq ko'rsatdim deydi. Bak eshikdi, olashqida yeringlar qattiq qanmabdi. Sizning o'rningda men bo'lgan bo'lsam, men ko'tarmaydim. Ras, eshikdi. Puy. Ras. Ben bu 10 minut doğru tiktim. Eser 5 minut tiktim. 1 minut koydum, kız onu nasıl koydum? Dur. Sen 10 minut. He? Sen 5 minut. Ma 1 minut uncamsa? Bu Chelsea to'xtining yaqin haqilari Saloydin, Asad va qatorliqlar. Kim qatorliqlar aka? Ma'qul amsa. Qaytadan bir kelayli. Uning ismi Sodiq. U bir arsistra. Hey. Kim biz arsistralarni buna kimki deydi? Ha? Hey, bizning xizmatimiz var-ku. Nayt ulug'vor xizmat. Biz var-ku, nayt jafoliq ishlaymiz. Uqdingmi? Shunda jafoliq biz odam qutuldirmiz. Kasal davolaymiz. Uqdingmi? Jafoliq ulug' Ishqilib, uning ismi Sodiq. To'xtining oliy maktabdagi birga o'qigan yotoqchi. Bu bolaning shu bir yeri borki, qaranglar mana. Vay xotin. Mamada. Ha. Sata. O şu ağılarımı billah şu. Ojo. Hay anladın mı? Şu ağılarımda hemisi Tunisiz, hemmisini Tunisizmiş Salaydin. Atoqdi, anneki Asad, şu neçisi bilen billah şu. Bak. Yenge. Hemen to'xtay. Xotirjam bo'ling. Vay, hemen Salaydan. Biz bilan billa, ha. Ay canım neymiş kuvvetsiz kalkmayısız bu. O kutuğundan şu. Ya kandası kız oldu bir yerde. Asad, maaşın sal qamlashmadi mı ben? Ma valiqdek kirib ketgan keyin qara. Butun dunyo jim ketib ketdi. His qilmadingmi? Uning ismi Asad. U bir rassom. Rassom degan kasb intoyim muloyim, noit ig'ir bisiq, to'xtamliq bo'ladi. Hamda bu bola Musray Tirkak, uning oilasi. Buldu. Demedim. İstedim. Artıq chiqarlashma. Mening ismim Asad. Bir rassom. Men to'xti bilan bir uyda ijara turman. Xolos. Aşıksı to'xtining og'insi. Men shu to'xtining sababli ularga alishib qo'ydim. Ularga alishqim yo'q deyman. Ben sanatlam suyma. Boshqa ishni bilsanglar bu. Ishni bilib qolsanglar bu. To'g'rimi? Yaxtımdı. Artıq chiqarlashma. Bu bolaning og'zi qattiq bo'lgani bilan ko'nglim qattiq dedim-ku. Bu Saloydin. U Sodiq va To'xtining oliy maktabdagi yotoqtishi. Uning dadasi dangliq korxonchi bo'lib, olamdan o'tish oldida Saloydinga noit ko'p miroslarni qoldirib ketgan. Shuningdan e'tiboran Saloydinmi el orasidagi cho'ng boylarning biri bo'lib qolgan. Saloydinning dadasi uningga mundoq nasihatlarni qoldirgan. Balam, bu sening jamiyatda fitrab turishingning asosi. Palon bo'lmasa hech ishni boshqa ochib qolmaysa. Double kill. Lekin dadasi uningga yana mundoq dedi. Balam,
Gerçi pul mühim bolsa-mı? Mehr muhabbet onundan mühim. Nurg'un narsalarni pul bilan setib olgani bo'lmaydi. Triple kill. Tatsining eng muhim bir ig'iz gapi. Tatsi. Oy Tatsi. Salaydin. Ha bu qitimda dag'ra söylebdi. Aced. Nachar nima ekansa? He, onu deymiz, bunu deymiz. Bir ümit qolmay qapıltib ketkizyaptın-ku. Şimdi ben bu xumudim nima ishda xato qilganimni. Sadiq. Sen tunuştuğun kızala açığı sal yamanmı? Hey. Sen şu kızal açığı hemen deb ko'ratamsan haqdan günahni. Ne işte sen? Sizning bayan ifodangda yilg'u o qiz balki har qanday bir bo'ldilar. Sen qara. Bunday qizlar bilan bir yer ko'rishib yurmay, atrofingdan lam mudaram qizal tapa bor. Vay, meni fuqsizlar, sizlardan boshqa do'stlarim bo'lmasa mening. Uning ustiga nadiniz deyman qizlarni? Nerediz değil mi? Kız ol tapmakta asan şifa mı bu dünyada? Geldi o mana, muşunçilik geç. Bo'ldi qilinglar, bo'ldi. Bu narsalarni men tushunmasam. Meni ham tushunga ozroq ishim bor-da. Men qashtoyman, ha? Uy ketdi, men og'iz ketdi. Ammo. Hey. Salbi, chaqara qaydiginami oldiraymi? Xotirjam bilan kunduy maqamay bu yo'lda men. Agar oldimizda mashina to'silmayli qolsa 15 minut boramiz. To'xta-ya. Shu mevzuni birdan yig'sam olmamdi. Xotirjam bilan bu yo'lda men Urumchida qaysi yo'l to'silmaydi? Agar oldimizda biror voqea chiqmagan bo'lsa, qildan bo'lsin. Programmamizda davomlashtiramiz. Hozir mundaq bir uchurini topshirib oldik. Ya'ni Soyyolik Vanxoy ko'rikining ostida ma'lum bir turba yo'lniki yerilib ketishi sababli qurilishchilar emishadi bir bo'rakni ko'lab qo'yibdi. Shunga shu bir do'stlarimizga hozircha o'sha yo'l bo'laklarini tanlamay boshqa yo'l bo'laklarini tanlab minishini tavsiya etamiz. So'xtema shu mevzuni yutib bitaymi? Qara. Men Adiljon bak yaxshi riyosachilik qildim shu. Nima Adiljon? Taniyar ma'lum. Tugdi Adiljon program qilaman. Başlandı mı? Assalomu alaykum hurmatli radio tinglovchilar. Anglayotganinglar Shinjon xalq radio stansiyasi 174 qatnoq san'at radiosidan bevosita anglayotgan yo'llaringizga biz amra programmasi. Anglovchilarimiz hozirdan boshlab bizning programmamizga qatnashsanglar bo'ldi. Qiziqli linelik telefonlarimiz 0991 250 030 250 062. Undidor supimizning nomeri bo'lsa XC 1074 FM. Xo'sh, unda bo'lsa anglovchilarimizning telefonlarini qabul qilgan bo'lsak, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Xo'sh, anglovchimiz, qarshi olamiz. Ben Daniyar akınız. Daniyar aka qarang. Munda shu men xatani ketib bormadim-a? Sağ yolda. Sağ yolda. Sağ yolda. Voy bu bir velosiped qarang. O yenimda o'tib ketib bordi. Yenimda men o'tib bo'lmabmiz. Nima velosiped? Velosiped. Voy bu bo'lmabdi-ku bu. Sağ yolda velosiped mansı bo'lmaydiganini uqmamdikna o qarindishimiz. O shu men hayron qoldim. Ya men qarang bu oydisi bir tuzakrak velosipedmamdi deyman. Mendek bunda bir kovdan velosiped soldu. Ne? Kota arşiban aydıptı qarang. Nima? Voy. To'xtanga, men oldim ko'tarib ketdi. To'xtanga, satırib qilmoqlar. Voy, bu Xo'sh, qadrli anglovchilar, tuvandagi qisqa e'lonlardan keyin programmamizni davomlashtirgan bo'lsak, bo'ladi. Ko'ngilni ko'ngillarga bog'laydi. Shatma choch doktorida. Ko'rkam chochlarni hozirning o'zida eng yangi xabarni topshirib oldik. Ya'ni Soy yo'lda 2 velosiped 120 sur'atda ketib berdi deb boyatdan qurilish qilinayotgan shu o'rakka tushib ketibdi. Hozir naq maydon intayin qalay muqam bo'lib shopir do'stlarniki hozircha shu yerga bormay turishini tavsiya qilamiz.
Voy. Bu yo'l xeli to'silib baqadigan o'xshaydi. Shunga men sizlarga o'zimning xizmatini tanishtirib qo'yay. Men bir milliy korxonaning ishxonasida ishxona xizmat qilaman. Mening xizmatdoshlarim menga bak kuyindi. O'tmaysan qildi ya. Ma'qul. 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 Menga rastlı bak kuyindi. Mening xizmat besimim boshqalarnikidan xeyli yuqori. Hey, men tunishtirmamsa? Yo'q. To'xta. Ansam sen yana qiz bilan kurashga chiqdi deydi-ku. Qanday oldi? Qanday oldi? Shu yana o'xshash burunqisi. Mening aniq do'stlarim bo'lmamda. Nima yo'y odamda bir narsadan qiz bilan tunishtirib qo'yim deb menga. Voy, yaxshi shamol deb turibdi-ku. Hay, sen mi ushta deysan-ku? Men ya uqmasam bu yo'y degan narsani. Niyam deyganlar bular. Mana-ku, bir obdan qiz olib chiqdi. Bo'ldi qila. Hey, sen bu yerda o'ynamay. Xo'jayin dedi, bugungi bir narsalarni yozib bo'lmasanglar, kecha ishlaysan deydi juma. Chaqan bo'lsanmi? To'xta. Bilamsan, bugun mening o'g'limning tug'an kuni. Men bir dada turib, balamning tug'an kuniga borolmayapman. Hem uni so'g'og'idekmi vaqtim chiqmayapti. Mushta kunlarda men kechda uyga qaytsam, balam uxlab bo'lgan. Atyan ish qilmagandimi? Balam tek o'rnidan turmagan. Men bilaman. Men bu xizmatlarni shu balam deb qilyapman. Lekin bir dada balasiga ko'ngil turamasa, bu qanday bo'lgani? Men uni yuzlanmayman. Ko'nglim qilmoqdash. Bu qog'ozni ya bo'lmasa sen menga va sening ishingni men qilib ketay. Bu pansdek to'y qilmagan to'g'ri. Janubiy qutb cho'nqur dengiz beliqidan ayrilingan Royap Omega 3 mahsulotlari qondagi mayni seriydi va yurak men sog'lomligi uchun. Royap Omega 3 va kumush o'rik mahsulotlari bizning oldingi tanlashimiz. Ishonch va aqidaning mahsuloti Royap ozuqliq mahsulotlari. Kinodagi bu ayrilish ko'rinishi To'xtining ko'nglidagi nurg'un aslimlarni asildib qo'ydi. To'xtining birdan-bir muhabbat aslimisi va cho'nqur yaxshi ko'rgan loyiqi uni tashlab yiroqqa ketgan edi. Kechiring To'xti. Men Amerikaga bormasam bo'lmaydigan qoldi. Bilsiz menodek o'qishim bitmagan, yana 3 yil vaqtim bor. Men o'z orzuyim uchun, o'z kasbim uchun, o'z g'oyam uchun qaytib o'qimasam bo'lmaydi. Şunu məncə münasibətimiz müşahid axır basılandı ki. Nasıl ki deməkçi oğallarımın hamısı müşahidlə işçidə. Mən kətkəndəki yaxşı oxutsanız, bəlkə məni doğru düşünüb başınız mümkün. Özünüz asıram.
xat bu. Suyumlik to'xtay. Bilmem, mening bu tanlashim sizga nisbatan naytim adilsiz bo'ldi. Lekin men to'g'ri tushunchaga umid qilmadim. Hay xopomsiz xatni keyin o'zingiz o'qalalam, sizmadek o'yib berib yuktaxlarim yig'ishtirdim, na xo'sha. Yo'q. Oy, Fukam. Mangmabsizg'a? Ha. Tek xizmatlar tugamagan, azroq yozgan narsa bor, yozib o'tib mangay deb. Fukam. Xizmat degan-chu qarang. O'lganda tugaydi. O'zingizni asrang, ha? Baldiroq qayting. Ma'qul. Kalom. Jabroq sandaydi. Jabroq. Haq ishlapadim degnayni. Voy, sen nima tugishib ketding? Ne bo'pti ekansan? İlham yo'q. Axlat. Kim ilham degan? Qilmayman. İlham yo'q. Men samsag'ash kelgandim rosa. Bringing the dead to life, or in a living human, it can cause uncontrolled mutation, or it can help her walk again. The virus is kept in check. Angie's infected? Yes. Cellular growth is enough to regenerate, to cause further mutation. Assalomu alaykum opa. Yaxshi o'zingchi. Ko'rishdim. O qizim yaxshi ko'rdi, men yaxshi ko'rdim o qizni. Bo'ldi-ku, yaxshi, yomon emas. Xotirjam. Opa, kundalik telefon qilsangmish bir gaplarni qilamsa, men uqmaysan nimda asrayotganingni. Xotirjam bo'l. Ma'qul opa. Voy, nimda ishonmaysan men? Voy, rostmi, hozirmi billa? Opa, biz hozir kino qandiq, kino ko'rayotgan. Shu qiz bilan birga kino qandiq. İxtiyorni ichib, yana bir botolkaga erishing. Opa, men bak odamjiq baqa qilib daxl qilib qo'ydim, xo'sh. Men keyin uray, xo'sh. Keyingi qismdagi ko'rinishlar. To'xta ya. To'xtama. Qacha to'xtaydi. To'xtama. To'xtamaydi. Yaman to'xtama. Şu daha daylamışsın onu. To'xtamabdi. Action. Seni hiç kişiler
Anarxistlik 3 qism chiqib qatda shu kelsam bular şeydi. Aştan hazırım ama. Assalomu alaykum. To'qma to'xtay filmini ko'rayotgan barcha do'stlar yaxshimisizlar? Sizlar biz mukofot faoliyat ilib bormoqchi. Siz filmni To'sa Chamberga yo'llab 100 yurak erishganki 12-sida bizning To'qma to'xtay salonimizga yo'llab bizniki mukofot faoliyatimizga erishasiz. Oldingi 3 do'st bizniki shaxmatchiligimiz alohida ta'minlagan kes ajrash mahsulotlari. Shundoqla ham ro'yab shirkatniki asıl to'liqlash, kalsiy to'liqlash qatorliq mahsulotlarga erishasiz. Albatta, bu faoliyatni biz o'sha yerda bir ilib boramiz. Oldingi 3 do'st bizniki bu mukofotlarimizga erishadi. Rahmat sizga.